O'sting. Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Xo'jalig'or qishlog'ida joylashgan Xo'jalig'or ota qabristoniga kelganmiz. Bu yerda Amir Temur yoshligida ko'tarib turishga qilgan toshi bor. Men buni ko'pchilik biladi deb yurardim. Aslida buni ko'pchilik bilmasgan. O'sha toshlarni biz ko'rsatamiz. Bizni yoshimizda bizdan kattalar ko'pchilik biladi, bizdan yoshlar ko'pchilik bilmasgan. Bismillah deb ko'taramiz. Olim avval toshga tavof qilinadi. Bu narsa noto'g'ri, albatta unda aytib o'tamiz. Keyin shunaqa gaplar bo'ladi. Bu toshni odamni gunohiga qarab og'irligi o'zgaradi degan gap bo'lardi shu paytda. Aslida bu gaplar noto'g'ri. Agar shu videomiz rikka chiqib, yaxshi prosmotr bo'lsa, layklar yaxshi bo'lsa, bitta tarozi olib kelib toshni tortib ko'ramiz. Biz hozir bu toshni ko'tarishga harakat qilamiz. Avvalo 2-3 marta kelganmiz, bir 15-20 yil oldin ko'tarishga harakat qilganmiz, lekin ko'tara olmaganmiz. Endi harakat qilamiz yana. Bismillah. Qara keling. Hakikaten og'irligi bor. Nasib yana hali kelib ko'tarishga harakat qilamiz. Uzr ko'rdinglar. Yerdan uzdik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Layklar bilan rahmat hammaga. Salomat bo'ling.